Qizlar, endi bitta narsani sizlarga tushuntirib beraman. 69-150 edim, orada bir kun taroziga tushmadim, 10-kuni. Sababi tarozim ishlamagan edi. Lekin men somsa, salat yeb qo'ydim deb aytdim-ku sizlarga, o'shani natijasi mana. 69-900, bu yoqda qaranglar. 35,5 va 34,6 900 gram yog' erigan menda. Salkam 1 kiloga yaqin yog'im erigan va bu turibdi. Xo'sh, kalsiylarim joyida. Bu yoqda kaloriyam ko'tarilgan. Sababi somsa, salat yeganimni kaloriyasi nisbatan ko'tarilgan va yog'im erigan hisobiga ichki organizmimning yoshi 44 ga tushgan. Suvim protsenti ko'tarilgan va bu meni natijam. Bu natijadan keyin men somsa, salat yeganimning hisobiga vesim qo'shilgan. Lekin